Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Mamlakatimiz tibbiyot sohasida tizimli islohotlar kechmoqda. O'tgan davrda sohani yanada rivojlantirish, tibbiy xizmatlar ko'lami va sifatini oshirishga qaratilgan ko'plab farmon va qarorlar qabul qilinib, yurtimiz tibbiyot muassasalaridan tortib kadrlar faoliyatigacha bo'lgan jarayon o'zgardi. Rivojlanish sari yuz tutmoqda. To'g'ri aytasiz. Odamlarga yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, tibbiyot muassasalarini zamonaviylashtirish va soha xodimlarining salohiyatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Sog'liqni saqlash tizimini eng ilg'or xorijiy tajriba asosida isloh qilish, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, birlamchi tibbiy sanitariya yordami ko'rsatishning zamonaviy tizimini shakllantirish, sohaga yangi boshqaruv tamoyillarini joriy qilishga kirishildi. Darvoqe, joriy yilning 19-may kuni davlatimiz rahbarining respublikada sog'liqni saqlash tizimini va aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish tamoyillarini takomillashtirish orqali sohani isloh qilishni izchil davom ettirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Mazkur hujjat asosida sog'liqni saqlash sohasida ma'muriy islohotlar doirasida 90 kunlik dasturi joriy etildi. U sohaning samaradorligini oshirish va davlat boshqaruvini takomillashtirishga qaratilgan. Muhtaram teletomoshabin, anglaganingizdek ushbu tok-shou sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlarning yangi bosqichi 90 kunlik dastur mavzusiga bag'ishlanadi. 90 kunlik tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar vaqti dasturi sohada qanday bir o'zgarishlar olib keladi? Fuqarolar uchun odamlarga qanday qulayliklar yaratadi? Dasturimizda ushbu savollarga albatta javob topasiz degan umiddamiz. Demak, suhbatni boshlaymiz. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar muhtaram ekspertlar, mutaxassislar. Mamlakatda kechayotgan jarayonlarga e'tibor qilsak, hamma islohotning markazida inson turibdi. Insonni rozi qilish, insonga qulay sharoit yaratish, tibbiyotdagi islohotlar ham bevosita mana shu inson uchun insonni rozi qilishga qaratilgan-da. Tibbiyotdagi islohotlar aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishda qanday bir o'zgarishlarni olib keldi? Qanday qulayliklar yaratdi? Dastavval shunga qisqacha bir to'xtalib o'tsak, oilaviy poliklinikalarimizda mana tibbiyot sohasidagi islohotlar zamirida men bemalol aytib o'tamanki, ayniqsa oilaviy shifokorlarimizni mavqei oshirildi. Oilaviy poliklinika shifokorlarining mavqei oshirilishi zamirida ularga yordamchilar berildi. Ya'ni tibbiy brigada bo'lib shakllandi. Tibbiy brigada xodimlarini bugungi kunda rag'batlantirish maqsadida ularda ishini sifatli baholash reyting tizimi ham yo'lga qo'yildi. Ya'ni aynan biz ularni ishini sifatli baholash maqsadida ularga ham baholab boramiz, ham ustama to'lab boriladi. Oilaviy poliklinika, markaziy ko'p tarmoqli poliklinikalarda raqamlashtirish tizimi joriy etilib, bu raqamlashtirish tizimi orqali elektron poliklinika, elektron navbatlar, undan tashqari telemeditsina, shifokorni qabuliga yozilish uchun onlayn muloqotlar, onlayn jarayonlar tashkil etildi. Sevraxon, marhamat, siz fikrlaringiz. Yurtimizda olib borilayotgan islohot barchasi inson uchun bo'lsa, tibbiyotda ham bu yanada mukammallashib, takomillashib bormoqda. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, biz shu 7-8 yil ichida tibbiyot sohasini bir marta ko'rib chiqib yoki shu bilan bo'ldi, bu yaxshi, hozir shu fuqarolarimizga yetadi deganimiz yo'q. Ya'ni yurtimizda doimiy tibbiyot sohasini takomillashtirib bormoqdamiz. Mana hozir aytib o'tdilar. Aholining ichiga tibbiyot kirib bordimi, tibbiy brigadalar shakllandi. Bu tibbiy brigadalar uchun mahallalarda mahalla tibbiyot punktlari shakllanib, o'sha mahallaga fuqarolar murojaat qilib, bu yerda sog'lom turmush tarzini yuritish, to'g'ri ovqatlantirish bo'yicha tavsiyalarni ham olmoqdalar. Shu bilan birga sog'lom ona deymiz, sog'lom bola deymiz. Shu jarayonlarni yo'lga qo'yish uchun oilaviy poliklinikalarda nafaqat oilaviy shifokorlar, ya'ni ayollar maslahatxonasi bilan bolalar bo'limi shakllantirib, tor soha mutaxassislariga ham imkoniyat berilib, shu aholini birlamchi oilaviy poliklinikalarda ham bunday tibbiy ko'riklarni o'tkazish yaratildi. Mamlakatimizda oxirgi yillarda 6 karra oshgan ajratilgan mablag'. Albatta. Joriy yilda 42 trillion so'm. Hamma narsa mablag' bilan bog'liqda. Mamlakatimizda har 10 ming aholiga 27 nafar shifokor to'g'ri kelar ekan. Bu o'z navbatida Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Finlandiya bilan bir xil ko'rsatkich. Ekspertlarga aynan shu statistik raqamlardan kelib chiqib savol bermoqchiman-da. Demak, biz 6 karra ko'p mablag' yo'naltirayotgan ekanmiz sog'liqni saqlash sohasiga. Mana trillionlab mablag'lar. Bugungi kunda biz yo'naltirilayotgan mablag'lar hududlar va markaz o'rtasida
to'g'ri taqsimlanyaptimi? Nima uchun haligacha bizni hududlardan, olis tumanlardan fuqarolarimiz, bemorlarimiz markazga talpinyapti? Umuman olib qaraganda haqiqatdan biz doim faxrlanib davlatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlashni e'tirof etishimiz kerak. Barcha davlatlarda ham davlat tomonidan bunday tibbiyot sohasiga katta mablag' ajratilmaydi. Bu bizning fuqarolarimizning ham o'zimizning tizimimizning yutug'i deb hisoblayman. Ikkinchi masalani aytmoqchimanki, shifokorlar masalasida kelib to'xtaladigan bo'lsak, siz to'g'ri aytib o'tdingiz. Hozirgi kunda bizda har 10 ming aholiga 27 nafar shifokor bo'lsa, bu oilaviy shifokor bilan tor mutaxassislarni umumiy olganda. Lekin yana shuni inobatga olingki, bu davlat tomonidan yaratilgan sharoitning yana bittasi shundan iboratki, bugungi kunda hozir Aziz aka aytib o'tdilar, kvotalar ko'payib, 12 ta davlat tibbiyot muassasasi bo'lsa, 12 ta xususiy tibbiyot oliy ta'lim muassasalari ham mavjud. Ularni bitiruvchilari barchasi yil sayin ko'payib bormoqda va shifokorlarning ham soni salmog'i ortib bormoqda. Endi bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimida shunday dolzarb muammo turibdiki, bu shifokorlarni aholiga sifatli xizmat ko'rsatishini ta'minlash. To'g'ri, ko'pchilik e'tiroz bildiradi. Mana kirsam tibbiyot xodimi menga qo'rs muomalada bo'ldi, qo'pol muomalada bo'ldi. Ba'zi bir uzoq hududlarda shifokorlar yoki tibbiyot kadri yetishmovchiligi holati bo'lishi mumkin. Navbatchilikda bitta ikkita bo'lgan bo'lishi mumkin. Uni ham misol uchun tibbiyotchilarni ham yomonlash niyatim yo'q, lekin boshqa tomonni ham aytishim kerak. Fuqaro sifatli va borganda yaxshi muomala bilan kuta oladigan tibbiyot xodimidan umid kutadi. Tibbiyot xodimidan, boshqa xizmat ko'rsatuvchidan yaxshi muomalani va yuqori bilim saviyani kutmoqda. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan shart-sharoit, imkoniyat sog'liqni saqlash tizimida tubdan o'zgartirish kiritishni talab qilib, hozirgi chiqarilayotgan farmonlar, qarorlar negizida sog'liqni saqlash tizimida katta mas'uliyat va katta yuk turibdi. Sog'liqni saqlash loyihalari markazi, loyiha ofisi byudjetga tashkil qilinmagan. Bu bevosita hozir siz tilga olayotgan muammolarga yechim topadigan bu aql markazi bunday olib qaraganda bu vazirlikni. Nima taklif qilyapti, nima o'zgarishlar qilyapti sohada? Shu sohadagi kamchiliklarni o'rganib chiqilgan natijasida tajriba sinov loyihasi shaklida 15 ta tanlab olingan tuman shahar hududlarida hozir pilot tariqasida tibbiyotda islohotlar amalga oshirish rejasi aynan shu ta'kidlab o'tilgan farmon bilan belgilangan. Bu farmon doirasida aynan tibbiyotni aholiga yaqinlashtirish, tibbiyot sifatidan, ularga ko'rsatilayotgan birlamchi bo'g'imda ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatidan roziligini 85% dan oshirishga qaratilgan. Bunga qanday erishamiz? Ya'ni aytib o'tdingiz, bizda shifokorlarning ulushi aholiga nisbatan rivojlangan davlatlarga teng deb aytib o'tdingiz, lekin bir narsani biz e'tiborga olishimiz kerakki, yana nimaga yildan yilga tibbiyot sohasiga e'tibor ortmoqda, tibbiyot sohasiga ajratilayotgan mablag' ortib bormoqda, chunki yildan yilga demografik ko'rsatkichimiz ham oshib bormoqda. Bizda yiliga 1 million nafar yangi chaqaloqlar tug'ilmoqda. Rivojlangan davlatlarning demografik tarkibi bilan bizni davlatimizni demografik tarkibi o'xshash emas. Bizning aholimiz yosh aholi. Aslida yosh aholi sog'lom aholi bo'ladi, albatta. Lekin yangi tug'ilgan chaqaloqlar, yangi onalar ko'proq tibbiyot xodimlarining e'tiborini talab qiladi. Ular o'ziga yana ham ko'proq parvarish talab qiladi. Shuning uchun biz bu islohotlarni boshladik. Kungacha moliyalashtirish smeta asosida amalga oshirilar edi. Siz bilasiz, oldindan tasdiqlangan har bitta muassasa uchun belgilangan ularning smetasi bo'lardi. Shu asosda moliyalashtirish amalga oshirilardi. Mana endi tajriba sinov hududlarimizga davlat tibbiy sug'urtasi tizimi kirib borishi bilan ularda moliyalashtirish tizimi ham o'zgaradi. Yangicha moliyalashtirishga bo'lgan yondashuv amalga oshiriladi. Bunda birlamchi tibbiyot muassasalarida, ya'ni oilaviy poliklinikalarda jon boshiga moliyalashtirish tizimiga o'tamiz. Avvalo bu mablag' qayerdan kelib chiqdi? 42 trillion. Hozir Nozim opa to'g'ri boshladilar. Demak, bu mablag' albatta har bitta respublikadagi 208 ta shahar tumanni ehtiyojidan shakllandi. Ya'ni yil oxirida bu masalan tibbiy jihozlarga, uni raqamlashtirishni rivojlantirishga, dori darmonga har biriga ehtiyoj shakllangan. Aynan ehtiyojdan kelib chiqib, ushbu mablag' kelib chiqdi. Bugungi kunda Olmazor tuman tibbiyot birlashmasi qoshida 14 ta davlat tibbiyot muassasasi. Qanday mablag' taqsimlanadi? Qancha mablag' beradi va taqsimlashda qanday mexanizm ishlayapti hozir? Men hozir aytaman, mana yilda oxirida biza avvalo mana shu 42 trillionda shakllanishi bizni ham o'tirimiz, ya'ni bizaga qancha kompyuter jihozlari kerak, qancha tibbiy jihozlar kerak, qancha dori darmon kerak. Endi Nozim opa yana bitta fikr aytdilar. Biza bugungi kunda davlat tibbiy sug'urta
jamg'armasiga o'tdik. 2024-yil 5-sentyabr kuni qabul qilingan qarorga asosan 1-oktyabrdan Toshkent shahri bilan Sirdaryo viloyati davlat tibbiy sug'urtasi tizimiga o'tdi. Men bugungi kunda Olmazor tuman tibbiyot birlashmasi rahbari bo'lib, men o'zimni moliyalashtirishimni o'zim shakllantiraman. Biriktirilgan aholidan kelib chiqib, mablag' yo'naltiraman. Balkim shu mablag'ni to'g'ri taqsimlanmaganligi tibbiy xizmat ko'rsatish sifatiga ta'sir qilmayaptimi-ekan? Nimaga markazga intilyapti bemorlar hammasi o'sha hududdagi tibbiy xizmatdan qoniqmasdan? Keling, to'xtang, bu yerda bir aniqlik kiritishimiz kerak deb hisoblayman, chunki parlament vakili bo'lib, shuni alohida aytib o'tishimiz kerak. Bugungi kunda davlat budjetini deputatlar yalpi majlisda muhokamadan o'tkazadi va hukumat bizni yalpi majlisda o'sha har choraklik, yarim yillik budjet mablag'ini taqsimlanishi, avval reja tasdiqladik va uni ishlatilishi bo'yicha hisobdorliklari mavjud. Yaqin kunda mana 3 oylik 2025-yil bo'yicha biz amalga oshirilgan ishlarni ham nazoratini olib bordik va surishtirdik. Men bu narsani nega aytib o'tmoqdaman? Bular hozir qanday shakllanishini aytib berishdi. Shakllantirilganda albatta bir tizim, sxema, reja bo'yicha o'sha davlat budjetida sog'liqni saqlashga ajratilgan mablag'larni 3 yillik kesimida ko'radigan bo'lsangiz, har bitta jamg'arma uchun ham, onkologik kasalliklar uchun ham, skrining uchun ham har bir fuqaro chetda qolib ketmasin deb reja qilib mablag' qo'yilgan. Endi uni ishlatish samaradorligi, faoliyatini o'rganish jarayonida to'g'ri aytasiz, ba'zi bir holatlarda kechikishlar bo'lishi mumkin, ba'zi bir holatlarda aholini to'liq qamrab olishga ulgurmagan bo'lishi mumkin. Birinchi chorakda, u ikkinchi chorakda ketadi. Endi sizni savolingiz sal boshqacharoq, bu mablag' bilan bog'liqmikin dedingiz. Mablag' taqsimlanganda tasdiqlangan smeta mavjud. Misol uchun homilador ayol bo'lsin, fuqaro, yoshlari katta fuqaro bo'lsin, bola bo'lsin, ularga ko'rsatiladigan tibbiy xizmat o'sha belgilangan ajratiladigan mablag' standarti bor va har bir fuqaro uchun yashab turgan hududida har bir fuqaro uchun davlat tomonidan belgilangan mablag' o'sha tibbiy xizmat bepul ko'rsatiladigan uchun ajratiladi. Davlat tomonidan kafolatlangan hajmdagi tibbiy xizmat belgilangan va davlat tomonidan ajratilgan mablag' bo'yicha hamma tibbiyot muassasalari faoliyat yuritadi va tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Endi u xizmatni siz oilaviy poliklinikada olasiz, yo tuman tibbiyot birlashmasida, yo viloyatda yoki respublikada olishingiz ham belgilab qo'yilgan. Bu kasalliklardan keltirib chiqib elektron yo'llanma asosida respublika darajasiga yoki viloyat darajasiga yangi tizim shakllandi. Haligacha fuqarolarimiz order bilan borish tizimini eslab qolib, ba'zi bir uzoqdagilar borib order bilan oformit qilib boraman deydi. Aslida esa unaqa emas. Ko'pchilik to'g'ri o'ylaydiki, bizni tuman darajasida yo viloyat darajasida tibbiy xizmat sifati, samaradorligi unaqa emas deb hisoblaydi. Hozirgi kunda viloyat darajasida va tuman darajasida amalga oshiriladigan tibbiy xizmatlarni hatto darajasi ham belgilab olingan. Ba'zi bir kasalliklar tuman darajasida davolanadi. U darajada davolanmaydigan yo'llanma asosida viloyatga chiqariladi. Bu narsani tushunmagan holda aholi to'g'ri borib qolganda elektron yo'llanma ishlamay qoladi va oqim ko'payib ketadi. 90 kunlik dolzarb dastur haqida ma'lumotlaringizni bersangiz va umuman bu dastur bizning hayotimizga qanday o'zgarishlarni olib kiradi? Turkiyada 2002-yili islohotlarni boshlagan 7 ta turk ekspertlarni biz o'zimizga jamladik va ular bilan har bitta viloyatda o'rganib chiqdik. 2024-yilda noyabrdan boshlab birga ishlashni boshladi. Ular bilan biz butun O'zbekistonda viloyatlarni ko'rib, holatni o'rganib chiqdik. O'rganganda biz islohotlarni 3 taga bo'ldik. Qisqa muddatda qilinadigan, o'rta muddatda qilinadigan va uzoq muddatda qilinadigan ishlar. Shularni qisqa muddatda qilinadiganni shu 90 kunlik tibbiyotda o'zgarishlar vaqti deb shu kitobcha chiqardik. Buni maqsadi oz mablag' yoki mablag'siz aholining roziligini oladigan ishlarni qilish. Buni har bitta punktini yozayotganda biz o'zimiz ko'rgan narsalarda o'zimiz qanaqa o'zgartirsa bo'ladi deb o'zimizni rahbarni o'rniga qo'yib, aholini o'rniga qo'yib yozganmiz. 90 kunlik o'zgarishlarda 5 ta maqsadi bor va 19 ta chora-tadbirlari bor va qo'shimcha chora-tadbirlar. Ularning maqsadlaridan birinchisi bu tibbiyot muassasalarida bemorlarning harakatlanishini qulay sharoitlar yaratish. U degani mana biz bitta viloyatga keldik. Kelganimizda poliklinikaga kirib kelyapmiz. Soat 12 bo'ldi. Hamma qorong'u. Mana biz studiyada yorug'da turibmiz. U yerda hamma qorong'u, ishlayaptimi, poliklinika ishlamayaptimi, savolga javob yo'q. Kirsak, odamlar o'tirishdi. Qorong'uda o'tirishdi. Hali siz sog'lom bemor haqida ma'lumot beryapsiz. Hali nogironligi bo'lgan bemorlarimiz uchun sharoitlar qay holatda? Shu uchun
Undan tashqari biz amaliyotga kirishdan boshladik. Kirayotganda nogiron bemorlarni va ayol kishilarni kolyaskalar bilan kirish uchun imkoniyatlarni ko'rdik. Men o'zim farzandim borligiga kolyaska bilan atay boraman poliklinikalarga. Borganda qanaqa imkoniyatim bor kirishga. Biroq poliklinikalarda Toshkentda o'zida ham yo'q imkoniyat kelgani. Bor joylarda panduslar qilingan, lekin noto'g'ri qilingan, talabga to'g'ri kelmaydi. Oddiy poliklinikaga kirganda ro'yxatxonalarda kichkinagina oynacha bo'lardi. Tepadan pastga qarab gapiriladi, eshitiladi, eshitilmaydi, orqada odam to'la bo'lardi. Bu narsa bo'lmaslik uchun nima qilyapmiz? Xuddi banklarga o'xshab, hamma ro'yxatxonalarni bemor bilan ro'yxatxonani hamshirasini yuzma-yuz gaplashish uchun bo'yini tushirtirdik, o'tirib bir bilan gaplashadigan qildik. Orqada turgan odamlar orqadan turib qarab turmasligi uchun, bu yerda gapi bor, ro'yxatxonani hammasini xodim bilan shunaqa bo'lmasligi uchun, bir-biriga xalaqit bermasligi uchun, ayniqsa soat 9 dan 10 gacha borsangiz, juda ko'p poliklinikalarda odamlar navbat turadi, bir-birining ustida turadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun kutish zallarini nima tashkil etyapmiz. U yerda o'tirib bemalol kutib tursa bo'ladi. O'zini vaqti kelganda turib, joyiga o'tirib, gaplashib, talonni olib bemalol shifokorga kirsa bo'ladi. Endi ikkinchisi, shifokorning oldiga borganda qanaqa muammoni ko'rdik. Shifokorning oldida, xonasining oldida, eshigining oldida odamlar turadi. Yurgani yo'l yo'q. Shunaqa bo'lmasligi uchun har bitta eshikning oldida kamida 3 ta o'tirgani joy. U o'tirgan joyda har bittasida 3 ta bo'lsa, 3 tasidan bittasini nogironlar uchun, homiladorlar uchun maxsus anaqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi deb uni ham qo'ydik. Sababi odamlarda anaqa huquqi borligini ko'rsatamiz. Ular endi hamma aytmaydi-ku, xijolat bo'lishi mumkin. Joyi bo'lsa bemalol o'tiradi. Oddiy avtobusda ham shunaqa joylar belgilangan. Undan tashqari bizda yana bitta muammo ko'rdik. Bitta viloyatga, tumanga borsam, bemor keldi. 80 ga kirgan oqsoqol kelib, nimaga keldingiz poliklinikaga desam, shifokorim bugun ishdami ishlamasmi bilgani keldim dedim. To'xtang dedim. Qanday siz uyda o'tirib telefon qilib bilsangiz bo'lmardimi desam, yo'q bo'lmaydi dedi. So'rasam xodimlardan, bizda telefon yo'q dedi. Statsionar telefon yo'q. Bunaqa bo'lmasligi uchun har bitta muassasada statsionar telefon qo'yilish shart qildik. Qo'ygandan keyin u telefon raqamlar tarqaladi aholi ichida. Aholi bemalol ish vaqtida poliklinikada telefon qilib, shu shifokorim bormi, kelsam bo'ladimi deb bemalol yozilgan imkoniyat yaratyapmiz. Undan tashqari elektron tizim ishga tushgan, Dimet sistemasi, Dimetning ilovasi bor. Shu ilova orqali uyda o'tirib bemalol yozilib kelsa bo'ladi. Hozir bu ish endi yo'lga tushyapti, lekin imkoniyatlarni o'zi yaratyapmiz. Bemalol telefonni yaxshi ishlatadigan odamlar yozilib ham kelsa bo'ladi. Hamma o'zining vaqtida keladi, shunda navbatchilik ko'p bo'lmaydi. Undan tashqari bizda tibbiy sifatni yaxshilash uchun bemorlarda oddiy palatani olsak, o'zimiz palata yuribmiz, bittasi bir mahal hamshirani baqirib chaqiryapti. Nima bo'ldi deb qo'rqib ketdim. Borsam, imkoniyat yo'q ekan, u odam yura olmaydi, lekin hamshirani chaqirish uchun kapellitsasi tugayotgandikan, chaqirish uchun baqirishga ekan. Qanaqa boshqa chaqira olmaysiz ham yo'q deydi. Shuning uchun biz hamma statsionarlarda bemorlar yotgan palatalarga tugmachalar qildiryapmiz. Tugmachani bosadi, hamshiraga keladi, anaqa zvanok bo'lib keladi, shu hamshira borib qaysi palatadaligini bemalol borib ko'rib yordam beradi. Shunaqa o'zgarishlar ham qilyapmiz. Nega chekka hududlardagi bemorlar yana poytaxtga qarab intilyapti? Order tizimidan 2 yil bo'ldi voz kechilganidan elektron yo'llanma olyapti. Yechimi tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar vaqti dasturida ko'rsatib o'tildimi? Hamma narsa baribir borib iqtisodga borib taqaladi. Ammo pul ajratilmagan degan fikrga albatta qo'shilmayman, chunki pul har doim ehtiyojdan kelib chiqib ajratiladi. Bular aytib o'tganlaridek. Qayerga ketyapti? Nimaga sarflanyapti bo'lmasa o'sha chekka hududlarga yo'naltirilgan mablag'? Ammo shu kungacha bo'lgan tajriba shuni ko'rsatdiki, bu shu kungacha ishlab kelgan moliyalashtirish tizimi o'zini oqlamadi. Endi biz dunyo standartlariga, xalqaro tajribaga qarab intilishni boshladik. Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi tashkil etildi. Butun rivojlangan mamlakatlar hozir sug'urta tizimi asosida moliyalashtirishga o'tib bo'lishgan. Biz ham bu yo'ldamiz, bosqichma-bosqich o'tmoqdamiz. Avvallari mablag'ni taqsimlash to'g'ridan-to'g'ri Iqtisod va Moliya vazirligi tomonidan amalga oshirilgan bo'lsa, o'sha smeta hujjatlari asosida amalga oshirilgan bo'lsa, shu kungacha bu tizim o'zini oqlamaganligi natijasida mana endi bosqichma-bosqich sug'urta tizimiga o'tib bormoqdamiz. Muhtaram ishtirokchilar, hozir men shu fikrga bog'liq bo'lgani uchun men bu ma'lumotni keltirib o'tyapman. Mutaxassis eksperti xulosasi balkim to'g'ri-noto'g'ridir. Sohani vakili sifatida ichida yuribsiz, sizlar buning xulosasini berasizlar va fikrlaringizni kutamiz. Mana hozir respublika markazlarining birortasida bemorlarning viloyat yoki tumanda qolib davolanishdan manfaatdor emas bemorlar degan bir fikrni aytyapti. Buning sababi qilib mablag'ning asosiy qismi haligacha respublika markaziga ajratilmoqda. Respublika poytaxtdagi tibbiyot muassasalarida bu mablag'ni hammasi degan xulosa fikr aytilyapti. Aytib o'tmoqchi edim. Yangi tizimga o'tmoqdamiz deganim shundaki,
endi mablag' ajratilish muassasaga emas, har bir davolangan Fuqaroga yo'naltiriladi demak. holat uchun yo'naltiriladi muassasaga. Ya'ni muassasaning smetasi uchun emas, har bir davolangan holat uchun yo'naltiriladi. Bunda nima bo'ladi? Raqobat ishga tushadi. Hozirgi kunda muassasalarda, shifoxonalarda pul mablag'i bu davolanib chiqqan bemorga berilsa, oilaviy poliklinikalarda biriktirilgan aholiga beriladi. Ya'ni aholi jonboshiga. Mana endi aholiga oilaviy shifokorni erkin tanlashga imkoniyat beryapmizki, shifokorni aholi tanlagan zahoti unga ajratilgan moliya ham o'sha tibbiyot muassasasiga yo'naltiriladi. hali u tizim kirgan Bu degan so'z Bu raqobat kelajakda ketyapti. kiradi, bu rejaga kiritib tibbiy Yo'q, sug'urta mana jarayonida 88 farmon bilan kirib keladi, lekin u amaliyotda hali joriy qilingani yo'q. qilinadi. Chunki hozirgi Birinchi kunda hali iyuldan tanlov amaliyotga huquqimiz joriy yo'qda. qilinadi. Mana Endi shu o'rinda oydinlik kiritib ketaylik. Mana o'zgarishlar, farmonda nazarda tutilgan o'zgarishlar qachondan amaliyotga tatbiq etiladi? 15 ta tajriba sinov hududlarida 25-yil 1-iyuldan boshlab joriy etiladi. 26-yil 1-yanvardan boshlab Samarqand viloyatining barcha hududlarida joriy etiladi va undan keyingi yillarda bosqichma-bosqich O'zbekiston Respublikasining barcha hududlariga Demak, yoyiladi. o'sha 1-iyuldan o'zgarishlar joriy etilar ekan, aynan o'sha pilot hududlar dedik, tumanlarda Tajriba sinov aholi o'zini oilaviy shifokorini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi, to'g'rimi? ushbu Albatta. jarayon? xalqaro tajribani olib, mana Turkiya davlatidan sog'liqni saqlash tizimida mutaxassislar birgalikda loyiha ofisi bilan juda murakkab va mukammal bir tizimni yaratishga harakat qilib, prezident qarorlarida, farmonlarida tasdiqlab, bu xalqimiz uchun foydali bir yo'nalishni qamrab oldik. Lekin vaqt o'tgan sari buni hammasi takomillashadi. Birinchi qadam qo'yilganda, albatta loyiha ofisi hozir har bir loyiha ofisi boshchiligida sog'liqni saqlash tizimida katta ishchi guruhlar tuzilib, shu 15 ta hududda, 15 ta tumanda ishchi guruh har bir jarayonni 90 kunlikni ham joriy qilishni va hattoki bular aytganlaridek, o'sha mablag' aholi jon boshiga ajratilgan bo'lsa ham fuqarolarni tanlash huquqini ta'minlash bo'yicha hamma shart-sharoit yaratilmoqda va amalga oshirilmoqda. Ya'ni loyiha boshlangan. 15 ta tumanda bu ish jarayoni boshlandi. Bu albatta fuqarolarimizni tibbiyot muassasasiga murojaat qilganda oddiy servis bilan asabiylashmasliklari uchun va murojaat qilganlarida murojaatlari bo'yicha kasallikni o'tkir yoki surunkaliligini o'z vaqtida aniqlab, tez yordam yoki u kerak bo'lsa tor mutaxassis jalb qilgan holda sifatli va samarali tibbiy xizmat ko'rsatish uchun bular bu tizimni shakllantirishdi. Va har bitta fuqarolarimiz, shu 15 ta tumandagi fuqarolar o'zlari faol ishtirok etishlari mumkinki, mana biz deputatlar ham joylarga chiqqanda buni ko'rmoqdamiz, birgalashib hamkorlikda ishlamoqdamiz. Bu o'zgarishlar yilda oxirigacha bo'ladi. 15 ta tuman bo'yicha kelgan aytgandek, Nozim opa, Samarqand viloyatiga 26-yildan boshlanib bo'ladi. Hamshiralarni, shifokorlarni rozi qilsak, ular ham ko'z qarashi o'zgaradi. Endi ularni to'g'ri yo'naltirish, ularga ish sharoitini ham to'g'ri qilish kerak. Misol shifokor kuniga ish vaqtida 20 ta bemor ko'rish kerak bo'lsa, u o'rniga 50 ta, 60 ta ko'rsa, albatta u yaxshi odam ham jahl bilan ishlashni boshlaydi. Shuning uchun o'rta muddatli ishlarimizda yilda oxirigacha biz nafaqat shifokorlarni, balkim menejerlarni, shu rahbarlarni ham o'qitamiz. Ularni ham o'qitib, ularni ham ko'z qarashini o'zgartiramiz. 15 ta tuman, qaysi tuman shahar, qaysi mezonlar asosida saralandi va biz bilamizki, yuqorida Bekzod aka aytdilarki, bir qancha muammolarni sanab o'tdilar. Bu yillar davomida to'planib kelinganda, ba'zi o'sha shifo maskanlarida bu kabi qulayliklar tagi bilan bo'lmaganda, agar e'tibor qaratilsa, umuman bu muammolarni bartaraf etish uchun qo'shimcha mablag'lar ham yo'naltiriladimi deylik, hududiy o'sha mahalliy hokimliklar tomonidan qanday yechimlar nazarda tutilyapti, shular haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Nega aynan shu 15 ta tuman shahar E'tibor qaratsak, Toshkent shahri qo'shilmagan, to'g'rimi? Albatta, Toshkent shahrida tibbiyot tizimi viloyatlar tibbiyot tizimidan biroz o'zgacha bo'lganligi uchun tajriba sinov loyihasini Toshkentda amalga oshirib, keyin uni viloyatlarga yoyish imkoniyati cheklangan bo'lar edi. Biz shuning uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlardan kamida bittadan tuman va shaharni tanlab oldikki, keyinchalik shu tajriba sinov loyihasining natijasida butun bir viloyatga yoki butun bir Qoraqalpog'iston Respublikasiga bu tizimni yoyish imkoniyati mavjud bo'lsin. Bu tuman shaharda bizga kerakli bo'lgan tibbiyot muassasalari, ya'ni keyinchalik uni yoyish imkoniyati bo'lishi uchun shu muassasalar bormi, yo'qmi? Og'ir vaziyatli tuman va shaharlar ham bor. Ularning ham tajribadan o'tkazib, natijasini yoyish imkoniyati bo'lishi kerak. Har bir hududlarda amalga oshirilayotgan islohotlar
ishlar mablag'siz bo'lmaydi. Albatta davlat byudjetidan ham mablag' ajratiladi va hududiy byudjetlardan ham har bir hududdan kamida 10 milliarddan 90 kunlik dastur uchun va yana 10 milliarddan boshqa kerakli ishlar uchun ajratilish nazarda tutilgan. Shu oydinlik kiritib ketsangiz, shu o'rinda biz biroz ochiq qolyapti. Mana biz aytayapmiz, ma'lum bir viloyatdan bitta tuman yoki shahar ajratildi va hududiy mahalliy hokimlikni byudjetidan 10 milliard yo'naltirilyapti. Aynan shu tuman uchun yo'naltiriladimi yoki bu umuman yo'naltirilayotgan mablag' viloyatdagi sog'liqni saqlash tizimini yangi bosqichga ko'tarish uchun xizmat qiladimi? Yaxshi savol berdingiz. 90 kunlik dasturimiz butun barcha hududlarda amalga oshiriladi. Faqat 15 ta hudud bilan cheklanilmaydi. Shuning uchun tibbiyot sifatini oshirilishini qaysidir darajada butun bir respublika darajasida ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz va qo'shimcha ravishda 15 ta tanlab olingan hududlarda yana qo'shimcha boshqa islohotlar ham amalga oshiriladi va ular keyinchalik bosqichma-bosqich yoyiladi. Zoom orqali mutaxassis bilan bog'lanmoqchi. Tibbiyotdagi 90 kunlik o'zgarishlar vaqti dasturi haqida sizning fikrlaringiz. Tibbiyotda qanday bir o'zgarishlar olib keladi sizning nazaringizda? Endi hammamizga ma'lum, yurtimizda amalga oshirilayotgan tibbiyot islohotlari juda katta yangi bosqichlarga ko'tarilyapti ular. O'zingiz ko'ring, qanaqa imoratlar qurilyapti, qanaqa markazlar qurilyapti, qanaqa sharoitlar bo'lyapti. Ammo lekin shu kecha kunduzda hali bizda ancha kamchiliklarimiz bor bu birlamchi tizimda. Shuning uchun davlat rahbarimiz bu birlamchi tizimga e'tiborimizni yana bir bor jalb qilib, tibbiyot xodimini, Sog'liqni saqlash vazirligini shu e'tiborini qaratyaptilar. Sharoit yaratish haqida, aholiga qulaylik yaratish haqida, aholiga yuqori malakali tibbiy yordam ko'rsatishni amalga oshirish uchun mana shu dastur qabul qilingan. Endi bu dasturda mana maqsadlar qo'yilgan. Bu maqsadlarni bajarish uchun juda katta tibbiyot xodimlarining, Sog'liqni saqlash vazirligining xodimlari hozir joylarga chiqqan. Birlamchi tizim, qishloq vrachlik punktlar, hattoki mahallalarda borib shu dasturni qabul qilgan bo'g'inlarini amalga oshirish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar vaqti dasturida bir qator qo'shimcha chora-tadbirlar ham ko'zda tutilgan. Tibbiyot xodimlari ish samaradorligini oshirishi, o'z vazifalarini yo'qotgan yoki funksiyalari yo'qotilgan keraksiz jarayonlar aniqlash bo'lsa, tibbiyot xodimlari va aholini maqsadsiz vaqt yo'qotishiga olib keladigan byurokratik tartib-qoidalarni qisqartirish va boshqalar shular jumlasidandir. Nimaga bu hozir mana davlatimiz tomonidan, rahbariyatimiz tomonidan bu 90 kunlik qabul qildi. Birlamchi tizimga e'tibor katta berilyapti. Yuqori malakali tibbiy yordam qishlog'imizgacha borsin, qishloq vrachlik punktiga yetib borsin degan asosiy maqsad bu inson qadri. Inson qadrini yuqori darajaga yetkazish. O'zbekiston fuqarosiga yuqori malakali tibbiy yordam qishloq sharoitiga birlamchi tizimda yaratish uchun qaratilgan. Rahmat javobingiz uchun. Ushbu islohotlarning ahamiyati va bu jarayonlarda xalqimizning ishtiroki qanday bo'lishi kerak degan bir savol bilan ham yuzlanmoqchiman. Davlatimiz tomonidan ajratilayotgan mablag'ni samarali, sifatli bo'lib, barcha fuqarolarimiz, ertaga farzandlarimiz yashash jarayonida biz ko'rgan qiyinchilikni ko'rmasin deb harakat qilinayotgan ekan, bugungi kunda barchamiz birgalikda turib hamkorlik qilishimiz kerak. Ya'ni oilaviy poliklinikalar, mahalla tibbiyot punktlarida shifokorlarimiz amalga oshirilayotgan ishlardan hech bo'lmasa qiziqib ko'rarlik. Hududlarni aytmoqdamiz, lekin ba'zi bir joyda shunday chiroyli poliklinikalar, shunday chiroyli shifoxonalar, hamma sharoiti bor. To'g'ri, kanalizatsiya deysiz, ba'zi birida yo'qdir, lekin ba'zi bir joylarda shunaqa chiroyli qilib yaratib qo'yilgan. Lekin shu joylarda ham fuqarolarimizning ba'zi birlari e'tiroz bildirishi, bu yerda bu menga taalluqli emas, qilib bersin u deyishi noto'g'ri deb hisoblayman. Shu paytda birgalashib o'tirib, biz ham xalqimizga har doim sog'lom turmush tarzi bo'yicha, o'zini salomatligini muhofaza qilishi bo'yicha tushuntirish jarayonimizda keling, shifokor sizga yordam bergan o'sha tibbiy xizmati yoki davlatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan yordam bu sizni salomatligingizni
mustahkamlashga 10%gagina xizmat ko'rsatadi, hissa qo'shib beradi. Qolgan barchasi o'zingizda, nasllilikda, atrof muhitda va 50% sizni yashash tarzingiz va o'zingizning mas'uliyatingizda deymiz. Sog'lom turmush tarziga rioya Albatta, bu sog'lom turmush tarzi bilan birga o'zingizning mas'uliyatingiz bo'lishi kerak. Agar misol uchun biz bu yerda turib, mana tibbiyotchilarimiz shuncha jarayonni joyiga qo'yib, qancha ishchi guruhlar hozir joylarda ishlamoqda. Bir qiziqib o'sha oilaviy poliklinikalarga chiqib, nima gap, biz nima qilaylik, mayli yurishni boshladik, men bir kun yurdim, 2 kun yurdim, 3-chi kun charchadim, bormayman desam, albatta bu qolib ketaveradi. Biz bugungi qo'ygan qadamimiz ertaga farzandlarimizni sog'lom bo'lishiga hissa qo'shadi. Bitta misol keltiraman, mana shu 90 kunlik o'zgarishda boya Bekzod aka aytdilar, ro'yxatxonadagi kichkinagina oynachalar. Meni ham poliklinikamda kiraverishda shu kichkinagina oynacha bor edi. Shuni olib tashladim, oddiy xalq bilan yuzma-yuz bemalol muloqot qiladigan tizimni yaratdim. Bu navbat olindi, turna qator odamlar turishi yo'q bo'ldi. Ro'yxatxonadagi ro'yxatchilarning kiyimini ham o'zgartirdim. Xalqda bo'lgan munosabati ham o'zgardi va dunyoqarashi o'zgardi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana men tuman hokimini oldiga biz oldin birorta tashkilotning rahbari botinib kira olmas edi. Biz bugungi kunda tuman hokimini, tuman prokurorini, tuman ichki ishlarni oldiga bemalol kirib, o'zimizning muammolarimizni aytib, mahalliy byudjetdan kerakli bo'lgan mablag'ni ham qarang, xalqqa va muassasaga yo'naltiryapmiz. Tibbiyotdagi 90 kunlik o'zgarishlar vaqti dasturi hayotga tatbiq etilish haqida gapiryapmiz. Bu 90 kunda qilinadigan ishlar haqida gapiryapmiz. Qanday ishlar amalga oshiriladi? Bu mamlakatimizdagi hamma tibbiyot muassasalarida kechadimi va 90 kunda qanday bir o'zgarishlar bo'ladi? 90 kunlik o'zgarishlar hamma sezadi. Biz ishimizni bajardik deb qachon aytamiz? 90 kundan keyin aholi o'zini poliklinikasiga kelganda o'zi sezish kerak. Xalq o'zi sezadigan narsalar. Birinchi bo'lib bu ashur ro'yxatxonalar. Bundan tashqari, ilgari poliklinikaga ko'pincha kirsangiz, yo'llanmalar yo'q edi. Qayerda qaysi kabinetligini bilmadik, qaysi xonaligini. Ikkinchisi, bu misol shikoyat kelgan bemorlardan analiz topshirishim kerak, qon topshirishim kerak, nimaga ikkinchi qavatga chiqishim kerak degan. Shularni ham biz hammaga standart qilib, birinchi qavatga keraklilarini qo'yib, ikkinchi qavatga kamroq murojaat qiladiganlarni qilib bo'lyapmiz xonalarni. Hokimiyat pul ajratiladi. Shu mablag'larni tibbiyot muassasalarining rahbarlari o'zlari biz kitobdan tashqari qo'llanma qilib berganmiz. Shu qo'llanmada har bitta qadamini yozganmiz. Shu qadamlarni amalga oshiriladi. Bu ishni yaxshi ishga solish uchun bizda platforma yaratildi. Shu platforma orqali biz hozirgi holatda rasmlarni va keyingi holatda rasmlarni olib biz to'playapmiz. Shu to'plaganda biz aniq bilamiz. Biz bormasdan ham bilamiz, hozir bir o'zgartirish qildimi, qilmadimi. Endi men bir savol bilan Aziz akaga yuzlanmoqchiman. Mana yuqorida biz bir jihatga e'tibor qarataylik. Bejiz xalq vakili, Bejiz mana loyiha institutidan Bejiz Toshkent shahridan tibbiyot birlashmasi rahbarlarini taklif etmadik. Endi yuqoridagi 90 kunlik dasturda biz viloyatlardagi ma'lum bir tumanlarda o'zgarishlar joriy etilishini nazarda tutdik, lekin bu o'zgarishlar vaqti butun respublika bo'yicha amalga oshiriladi dedik. Xo'p, Aziz aka, ushbu dasturdan xulosa qilib, aynan siz tumanda deylik o'sha nogironligi bo'lgan bemorlar uchun inkluzivlikni ta'minlash bo'yicha qanday tashabbuslarni ilgari suryapsiz? Mahalliy byudjetdan 10 milliard so'm mablag' yo'naltirilyapti. Mahalliy byudjet degani bu hokimiyat degani. Buni nazorati nafaqat loyiha ofisi, sog'liqni saqlash vazirligi, bu mahalliy hokimiyatda ham turibdi. Chunki mahalliy hokimiyatga ham o'sha farmon bilan yuklatilgan vazifalar bor. O'sha inklyuziv muhit. Bugungi kunda men Toshkent shahrida bemalol ayta olaman, bu inklyuziv muhit endi tizimga kirib kelyapti. Hozir mana shu farmon qabul qilinishi bilan mana shu 90 kunlik e'lon qilindimi, biz avvalo mana shu 90 kunlik doirasida belgilangan bo'limlarda ajratib oldik. Ya'ni muammolarimizni va har bir muammoga ketadigan mablag' aniqlanib olindi. Yo'l xaritasi belgilab chiqildi. Yo'l xarita nafaqat o'zim tomonidan, balki tuman hokimi tomonidan yo'l xaritasi tasdiqlab berildi va o'sha yo'l xaritasiga mablag' kiritildi. Bugun nogironligi bo'lgan bemor to'g'ridan-to'g'ri sizning qabulingizgacha o'sha harakatlanadigan aravachada harakatlanib bora oladimi yoki o'sha ma'lum bir poliklinika bosh shifokorining qabuliga bora oladimi yoki qanday sharoitlar o'rganilyapti? Men to'g'risini aytaman, hozircha yo'q. Chunki qaysidir bosh shifokorning xonasi
5-qavatda, 5 qavatli bino bo'lsa, qaysidir bosh shifokorning xonasi 3 qavatli bo'lsa, 3-qavatda. Mana shu inklyuziv muhitni yaratish uchun hozirda hamma choralar ko'rildi. Bosh shifokorning xonasi va fuqarolarning qabulxonasi 1-qavatga aynan kirish joyiga yaqin joyda. Mana 90 kunlik o'zgarishlar vaqtini ahamiyati, to'g'rimi yo'qmi? Fuqarolarimiz hayotida bo'ladigan qandaydir to'siq yoki qiyinchiliklar bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Bemalol tibbiyot o'sha muassasasining rahbaridan tortib tuman darajasida, viloyat darajasida kengash deputatlari bizga ham murojaat qilishlari mumkin. Bu masalani hozirgi kunda nima uchun, qayerda uzilish bor va qanday buni yechimi qilish kerak bo'lsa hokimliklarga kirib, agar biror joyda to'siq bo'lsa, hokimlar bilan ham yechimi bo'ladi. Bu yerda misol uchun maxsus call center tashkil qilib bunday ishlar qo'yilmagan. Ya'ni fuqarolarimiz 90 kun darajasida imkon berildi tibbiyot muassasalariga va butun respublikamizdagi barcha o'sha xodimlarga, rahbarlarga 90 kunda siz o'zgarishingiz kerak va belgilangan talab tartiblarni bajarishingiz kerak. Muammoni ochiq yuz bilan qabul qilib, uni yechimini qilish kerak. Endi boyaga aytganingizdek, rahbar, menejer hokimliklarni eshigini tagida turib, o'sha mablag'ni olib, samarali xalqimiz uchun barcha shart-sharoitni yaratish kerak. Hokim ham avvalo xalq xizmatchisi. Xalq xizmatchisi, albatta. Aytmoqchimanki, doimiy ravishda davlatimiz tomonidan belgilangan mablag'i, mana bular misolida aytmoqman. Bular uje olishgan va bosqichma-bosqich ishni reja qilib, tasdiqlab boshlashgan va ish jarayoni ketmoqda. Tibbiyotga oid masalalar, tibbiy apparatura, shifokorlar ta'minoti, tibbiy jihozlarni barchasiga davlat tomonidan budjetdan ajratiladigan mablag' sog'liqni saqlash tizimiga berilsa, shart-sharoit yaratilishi, qo'shimcha qurilishlar, rekonstruksiya ishlari barchasi hokimliklar tomonidan ajratiladi va bu hozir tandemda ishlanmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birga hokimliklar hamkorlikda olib borganda xalqni o'zi jamoatchilik kengashining o'rnini bosib, o'zi borib kuzatib, talab qila olish kerak. Bugun yo'l ochildi. Ba'zi bir kamchiliklarni bilib yechimini topa olmagandirmiz. Hozirgi kunda katta komanda tuzilib bu ishga solindi. Bugungi kunda bizda yangilangan konstitutsiyada 48-moddada davlat, nodavlat va davlat tibbiyot muassasalarida barcha shart-sharoit yaratadi degan normasi amalga ijroga kirishni boshladi. Fuqarolarning huquqi bor. O'z salomatligini mustahkamlash uchun shu normani ijrosi uchun bemalol o'sha xalq vakillariga yoki tibbiyot muassasalari rahbarlariga yoki hokimliklarga murojaat qilish. Bermoqchiman savol. Bu jarayonda ochiqlik, shaffoflik qay darajada ta'minlangan? Sog'liqni saqlash vazirligining Telegram kanali bor. Mana sizlar orqali chiqyapmiz. Bu to'g'risida biz gapiramiz, ko'rsatamiz. Bitta narsani xalqimiz tushunishi kerak. Bu yozilgan 90 kunlikda hammada 100% bir xil bo'ladi degani emas. Misol oddiy ona bola xonasida xona yo'q poliklinikada, lekin poliklinikada xona yo'qligi bilan bitta burchak bo'lsa, shu burchakka parda ilib, stulchik qo'yib imkoniyat bo'lsa, maxfiylikka shu bolasini emizgani boqqani, shu ham kiradi bajarganga. Agar shu ham sharoit. Bu ham sharoit. Lekin agar xona bo'lsa, u yerda suv sharoiti bo'lsa, o'tirganiga kiyimni almashtirgani joylar qilib bersa, u ham kiradi. Shuning uchun biz kamida minimal xarajat bilan maksimal odamlarga yoqadigan, to'g'ri keladigan narsa qilishga harakat qilamiz. Muhtaram ishtirokchilar, bildirilgan fikr va mulohazalar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Muhtaram teletomoshabinlar, 90 kunlik dastur bejizga hayotga tatbiq etilmadi. U aholiga yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, tibbiyot muassasalarini zamonaviylashtirish va soha xodimlarining malakasini oshirishga qaratilgan. Ushbu chora-tadbirlar aholi salomatligini mustahkamlash va mamlakatning sog'liqni saqlash tizimini jahon standartlariga yaqinlashtirishga xizmat qiladi. Rahmat e'tiboringiz uchun.